Barchaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan Active Directory tizimlarida Kerberos hujumlarini, roasting attack mavzularini o'rganib chiqamiz. Avvalambor, mana shu roasting attack mavzularini o'rganishdan oldin biz Kerberos protokoli haqida tushunchaga ega bo'lib olishimiz zarur. Ya'ni o'sha Kerberos qanday ishlashini tushunmasdan Kerberosga hujum qilish menimcha jinnilik deb o'ylayman, qo'pol qilib aytganda. No, bugungi videoda biz sizlar bilan mana shu Kerberos qanday ishlaydi, nima uchun ishlatiladi va Kerberosga qilinadigan asosiy hujumlar. Keyinchalik bizga yana modullar, ya'ni boshqa mavzular qo'shilib ketaveradi. Ya'ni ticketlarga hujum qilish, golden ticket olish, silver ticket va hokazo pastda hash hujumlar. Xullas, bugun biz sizlar bilan ko'radigan narsamiz bu roasting attack. Keyingi birinchi navbatda biz Kerberos haqida gaplashib chiqamiz. Kerberos bu nima? Ya'ni Kerberos bu qanaqa protokol? Kerberos bu foydalanuvchilarga tarmoqda autentikatsiyadan o'tish va autentikatsiyadan o'tgandan so'ng xizmatlarni foydalanish uchun imkon beradigan protokoldir. Ya'ni Kerberos protokolini asosiy qiladigan ishi ikkita bu. Ya'ni birinchisi bu foydalanuvchini autentikatsiyadan o'tkazish, ya'ni o'sha tushunyapsiz, ya'ni authorizationdan o'tkazish. Authorization emas, autentifikatsiyadan. Ikkinchi qiladigan ishi bu autentikatsiyadan o'tgandan keyin qaysi servislarga kirishga huquqqa ega. Misol uchun hayotiy misolni olamiz. Aytaylik, maktab o'quvchisi. Bilamiz. Maktab o'quvchisi, kelinglar unday demaymiz. Qaysidir korxona, kompaniya. U kompaniyaga faqatgina ishchilar kira oladi, to'g'rimi? Misol uchun oddiy ishchi kirdi. Aytaylik, prosta mentor. Oddiy mentor. Ya'ni bolalarga dars beradi, o'zini xonasida o'tiradi va bo'ldi, uyiga ketadi. U qiladigan ishi shu. Va autentikatsiyadan o'tadi, ya'ni mentorligini isbotlaydi, ya'ni mentorligi aniqlanadi va kirgiziladi kompaniyaga. O'sha tushundinglar? U o'zidan o'zi borib server xonaga kira olmaydi, ya'ni beruxsat. Xuddi shunday, buni Kerberos nazorat qiladi, ya'ni Kerberos orqali nazoratda bo'ladi. Misol uchun o'sha borib server xonaga kirib ketmaslik uchun. Tushundik. Ya'ni misol uchun u qayoqqa kira oladi? O'zini xonasiga o'quvchilarga dars o'tish uchun xonalarga kira oladi. Va o'sha narsani Kerberos nazorat qiladi-da, o'shanga yarasha ruxsatlar beradi, ya'ni o'sha foydalanuvchiga. Okay, Kerberos odatda 88-portda ishlaydi va Windows 2000-dan boshlab 2000-dan beri akkauntlar uchun standart autentikatsiya protokoli hisoblanadi. Foydalanuvchi o'z kompyuteriga kirganda u Kerberos orqali autentikatsiya qilinadi. Foydalanuvchi tarmoqdagi biror xizmatdan foydalanmoqchi bo'lganda ham Kerberos ishlatiladi. Ya'ni tushundik, misol uchun biz SMB ishlatmoqchimiz deylik. SMB ishlatishimiz uchun ham bu Kerberos o'zi nazorat qiladi. Ya'ni biz huquqimiz bormi? Bunga o'sha servisga kirish uchun yoki yo'qmi? Nazorat qilib o'zi bizga tiketlar beradi. Tiketlar haqida hozir sizlar bilan gaplashamiz. Kerberos bu asosan shu. Mana aytib o'tganimdek, tiketlar asosida ishlaydigan holatsiz stateless autentikatsiya protokolidir. U foydalanuvchining hisob ma'lumotlarini iste'mol qilinadigan resurslarga yuboriladigan so'rovlardan ajratib qo'yadi va foydalanuvchilarning parolini tarmoq orqali uzatilmasligini ta'minlaydi. Ya'ni qanday? Autentikatsiya o'tganimizdan keyin parollarimiz tarmoq bo'ylab suzib yurmaydi. Bu asosiy xavfni oldini oladi, ya'ni MITM hujumlarini, o'sha man in the middle nomli hujum bor, bilsak. Shu hujumlarni oldini olish uchun, ya'ni misol uchun parollarimiz asosan shu tarmoq bo'ylab yurmaydi. Tarmoq bilan yuradigan narsa bu tiketlar. Tiketlar asosida bizlarni ma'lumotlarimiz almashadi. Okay. Bu yog'i bizga kerak emas. Ya'ni Kerberos mana eng asosiy joylardan biri bu. KDC, ya'ni Key Distribution Center foydalanuvchi kalitlari va tiketlarni amal qilish muddati kabi ma'lumotlarni saqlaydi. Ya'ni bu yerda asosiy bu Kerberosning yuragi deb hisoblasak ham bo'ladi. Sababi bu yerda tiket mana shu KDC o'zi tiket beradi. Ya'ni hamma narsa mana shu KDC ning ichida saqlangan. Foydalanuvchi ma'lumotlari, barcha tiketlar amal qilish muddatlari va hokazo. Biroq avvalgi tranzaksiyalarning tarixini yozib yubormaydi.
Buning o'rniga Kerberos Ticket Granting Service, ya'ni TGS, haqiqiy Ticket Granting Ticket, ya'ni o'sha TGT ga tayanadi. Bular haqida ham xoslar bilan gaplashib chiqamiz. Agar foydalanuvchida amal qiluvchi TGT mavjud bo'lsa, u o'z shaxsini isbotlagan deb hisoblanadi. Ya'ni bu qanday ishlashini o'zi keyingi sectionda ko'ramiz. Hozir sizlarga hozir tushuntirib berishim mumkin. Xullas, nima bo'ladi? Kerberosga so'rov ketadi birinchi navbatda. Nima xo'sh. Bu yerda qanday sayt bor chizishga? Paint online deymiz. Font qoldi. Paint. Va sizlarga chizib iloji boricha tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'sh, okey, mana shu qanday qilgan? Just paint. Ya, chizish uchun normalniy bo'lsa bo'ldi. U kompyuterning o'zini yo'qmi? Paint yo'q ekan. No, g'alati ekan, bu bo'lmaydi. Baribir hammasi bir xil ekan. No, mayli. Okey. Bizda mana foydalanuvchi user tekst qo'shsa bo'ladimi? Okey, bu yerda mana user yo qanday bu? G'alati ishlatgan. Xullas, bu user. To'xtanglar-da mana shuni. Mana shu yaxshiga o'xshayapti. Keyin mana shuni fashiondan foydalanamiz. Okey. Bu yerda xo'sh user mavjud. Tak, bunday qilamiz. Bu yerda user bor. Aytaylik. Bu 5 qilamiz. 5 emas. 8 qilamiz. Bu user nima qiladi? Sal g'alati bo'lib qoldi. Mana endi user bor. Bu mana bu yerda Kerberos bo'ladi. Kerberos sal g'alati bo'lyapti. No, okey. Xullas, user birinchi Kerberosga so'rov yuboradi. Men ro'yxatdan o'tmoqchiman degandek so'rov yuboradi. Bu o'zini ma'lumotlarni yuborgandan keyin Kerberos tekshiradi. Ya'ni bu foydalanuvchi tarmoqda bormi, yo'qmi tekshiradi. Endi mana shuni copy qilsa bo'larmikan? Xo'sh, buni select qilishi qani? Vashshi qiyin ekan. Xullas, nima bo'ladi? Kerberos tekshiradi. Agar mavjud bo'lsa, bu javob qaytaradi. Bu menday qanday chizmaydi bu? Xullas, javob qaytaradi. To'xtanglar, mana shuni bitta rasm bor edi, sizlarga aniqroq ko'rsatgani. Mana shu authentication process mana. Xo'p, mana shu yerda cho'tki ko'rsatilgan chizishning o'rniga HTTP dan olingan. Xullas, mana bu yerda user, bu yerdagi user, mana bu yerdagi o'sha Kerberos, KDC. Bu so'rov yuboradi. Men Bobman va menga TGT ticket ber deyapti. Bu tekshiradi. Agar bor bo'lsa, o'sha TGT, o'sha user, o'sha domain controllerda aytadi, yaxshi Bob, bu mana senga TGT, ya'ni ticket beradi. Ya'ni o'sha autentikatsiya o'tish uchun. Ya'ni o'sha ro'yxatdan o'tding, bemalol kirishing mumkin degani. Endi bu kirdi. Endi keyin qiladigan ishlar bu servislardan foydalana olishi kerak. Servislardan foydalana olish uchun bu yana so'rov yuboradi. Ya'ni mana TGT'im, ya'ni tiketim, mana biletim desa ham bo'ladi. Va men mana shu servisdan foydalanishni istayman. Ya'ni misol uchun bilamiz, ba'zi bir kompaniyalarda, tashkilotlarda badge berib qo'yadi. Badge'da yozilgan o'sha kim? Mentormi, CEOmi, foundermi degan yozuvlar bo'ladi bilsak. Misol uchun o'sha badge'ni TGT deb oladigan bo'lsak, o'sha TGT ni ko'rsatadi. Mana TGT'im, men server xonaga kirmoqchiman dedi. Agar u yerda oddiy mentor yoki student bo'ladigan bo'lsa, yo'q, tura qol deydi. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, kirgizmaydi u servisga. Asosan ishlash tartibi shu. Va agar qaranglar, bu yerda agar o'sha TGT da ruxsat bo'lgan bo'lsa, bu bizga TGS bo'ladi. Ya'ni Ticket Granting Service nomli ticket beradi. Ya'ni o'sha servisdan foydalana olish uchun bilet beradi. Agar bu TGT si mos kelmasa, o'sha gap, hey service, here is TGS, we good, server go ahead, ya'ni yo'q. Ya'ni agar boshqa servislardan foydalanmoqchi bo'lsa, agar ruxsat yo'q bo'lsa, agar ruxsat bor bo'lsa, TGS bizga ticket beriladi. Tushundinglar? Avtorizatsiyadan o'tayotganda TGT servis, TGT ticketni yuboradi
foydalanuvchiga, ya'ni TGT ticket qaytaradi aniqrog'i. O'sha Kerberosga so'rov yuboradi, TGT qaytaradi agar mavjud bo'lsa. Mana shu TGT bilan boshqa servislarga so'rov yuborishi mumkin. Ya'ni kirishga huquq olish uchun, ya'ni ruxsat olish uchun. Bu bizga keyin o'sha servis agar xo'p desa, TGS tiketlarini qaytaradi. Va o'sha TGS tiketlar orqali move qilsak bo'ladi, ya'ni ishlatsak bo'ladi o'sha servisni. Bizga bular kerak emas. Kattalashtirib olamiz. Okay. No, tushundinglar. Bu yerda tamom o'qiydigan overview-da o'qiydigan narsamiz qolmadi. Kerberos afzalliklari, ya'ni Kerberos hujumlari va Golden Ticket hujumlarining xavflarini bu yerda o'qishimiz shart emas ekan. Authentication process asosiy joylaridan biri. Buni hozir o'qib chiqdik, tushunib oldik. Ya'ni ticket himoyasi endi. Ushbu diagramma yordamida biz turli almashuvlarni yaxshi tushunib oldik. Tushundik, demak, yana qaytarib o'tamiz. O'sha Kerberosga so'rov yuboradi. Agar Kerberosda o'sha foydalanuvchi mavjud bo'lsa, TGT qaytaradi. Keyin o'sha TGT bilan biz o'sha domain controllerda yoki o'sha domainda servislardan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni o'sha TGS ticket beradi agar mumkin bo'lsa. KDS tomonidan taqdim etilgan ushbu ma'lumot himoyalangan bo'lishi shart. Foydalanuvchi ularni soxtalashtira olmasligi kerak. Aynan shu yerda shifrlash kalitlari ishga tushadi. Ya'ni endi bizga shifrlashlar bilan tanishib chiqamiz. Har bir akkauntda parol yoki maxfiy kalit mavjud bo'lib, u shifrlash va shifrni ochish kaliti vazifasini bajaradi. KDC barcha foydalanuvchilarning kalitlarini biladi. Ya'ni o'sha bilamiz, aniqroq bilmaysiz, endi bilib olamiz. Bizada o'sha KDCni domain controller deb olsak ham bo'ladi. Sababi bu domain controller joylashgan Kerberosning yuragi deb tushuniladi. O'sha KDCda barcha o'sha userlarning ma'lumotlari bo'ladimi, qaysi huquqlari bo'ladimi, o'sha kalitlari bilan shifrlangan kaliti bilan o'sha KDCda saqlanadi. KDC tomonidan foydalanuvchiga yuborilgan TGS ticket, ya'ni o'sha ticket granting service xizmatining maxfiy kaliti bilan shifrlanadi. Xuddi shu tarzda foydalanuvchi xizmat kalitini bilmagani uchun TGS ticket ichidagi ma'lumotlarni o'zgartira olmaydi. Tushundik? Bizga o'sha ticket beradi-yu, ticket ichidagi ma'lumotlarni biz o'zgartira olmaymiz. Sababi uni shifrdan ochish uchun kalit kerak. Kalit kimda? Kalit bu KDC, ya'ni domain controllerda saqlanadi. Shu sabab biz ichidagi ma'lumotlarni o'zgartira olmaymiz hech qanday. Biroq foydalanuvchi ushbu TGS ticketni xizmatga yuborganda, xizmat ticket mazmunini shifrini ochib, foydalanuvchiga oid ma'lumotlarni o'qiy oladi. Tushundik? Endi texnik tafsilotlar yana chuqurroq kirishamiz. Bu yerda endi qanday so'rovlar, qanday nimalar amalga oshirishini birgalikda ko'rib chiqamiz. Okay, endi autentikatsiya jarayoni qanday qilib bir butun holatda ishlashini va u ko'plab hujumlarga qarshi qanday himoya mexanizmlaridan foydalanishini tushunib olish uchun batafsil ko'rib chiqishimiz kerak. Biz xizmatga kirish 3 bosqichdan amalga oshirilishini ko'rdik. Ushbu bosqichda quyidagilar nomlanadi. Ya'ni TGT so'rovi, ya'ni Authentication Service, AS, ya'ni qisqartirib aytadigan bo'lsak, o'sha TGT ni so'raydi. Keyingisi bu TGS so'rovi, ya'ni Ticket Granting Service, ya'ni o'sha servislarga kirishga huquqi olish uchun so'rov. Xizmat so'rov, Application Request, AP. Okay. Har bir bosqichda mijoz so'rov yuboradi va server javob qaytaradi. Biz ushbu 3 ta almashuv qanday ishlashini, tiketlar qanday himoyalanishini va qanday kalitlar bilan himoyalanishini tasvirlab beramiz. Ya'ni mana shu tasvirlab beradi xoslarga qanday himoya qilinishini. O'sha keylar bilan. Okay, birinchisi bu Authentication Service. Ya'ni o'sha TGT o'sha tiketni olish so'rovi. Avvalo, foydalanuvchi TGT yoki shaxsiy guvohnoma so'rovini yuboradi. Ushbu so'rov ASREQ, ya'ni Authentication Service Request deb ataladi. Biroq TGT ni olish uchun foydalanuvchi o'z shaxsini isbotlay olishi kerak. Ushbu so'rov KDC ga yuboriladi, ya'ni Active Directory muhitida bu domain control hisoblanadi. Ya'ni aytib o'tganimizdek, bu KDC ni domain control deb olsak ham bo'ladi deb. KDC barcha foydalanuvchilarning kalitlarini saqlaydi.
aytib o'tganimizda shu barcha ma'lumotlar foydalanuvchi qanaqa huquqlarga ega barcha shu domain control, ya'ni aniqrog'i o'sha KDC da saqlanadi desak ham bo'ladi. O'z shaxsini isbotlash uchun foydalanuvchi autentikator yuboradi va foydalanuvchi o'z kaliti bilan shifrlangan joriy vaqt belgisi timestamp hisoblanadi. Shuningdek, foydalanuvchi nomi ochiq matn ko'rinishida yuboriladi. Shunda KDC kim bilan ishlayotganini biladi. Ushbu so'rovni qabul qilgach, ya'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin, nimani ko'ramiz? Ko'ragan narsamiz ham yo'q ekan. Ushbu so'rovni qabul qilgach, KDC foydalanuvchi nomini ajratib oladi. O'z katalogida unga mos keluvchi kalitni topadi va autentikatordan shifrni ochishga harakat qiladi. Agar bu muvaffaqiyatli bo'lsa, demak foydalanuvchi bazada ro'yxatdan o'tgan kalit bilan bir xil kalitdan foydalangan bo'ladi. Va shunday qilib autentikatsiyadan o'tgan hisoblanadi. Aks holda autentikatsiyadan muvaffaqiyatsiz o'tadi. Ya'ni ushbu bosqich pre-autentikatsiya deb ataladi. Ya'ni bitta nozik joyi bor. Pre-autentikatsiya metodi bor. Ya'ni metod emas. Nima desa bo'ladi? Xullas, foydalanuvchining shunaqa joyi bo'ladi. Ya'ni agar u pre-authentication ochiq bo'ladigan bo'lsa, bu bizaga ya'ni o'sha tashkilotga juda ham katta xavf tug'dirishi mumkin. Sababi bu Kerberos roasting hujumlariga yoki ASREP roasting nomli hujumlarga uchrashi mumkin. Shuning uchun o'zi default holatda bu yoniq bo'ladi. Pre-authentication ba'zi holatda ochiq ham bo'lib qolishi mumkin. Shu sabab bizaga yoqiq turgani ma'qul. Endi pentesterlar uchun bu ochiq bo'lsa, plus sababi buzish oson bo'ladi. Ya'ni agar shu ochiq bo'lsa, biz hashlarni chiqarib olsak bo'ladi. Qaysidir ma'lum bir o'sha pre-authentication metodi ochiq bo'lgan foydalanuvchilarning hashini olsak bo'ladi. Okey. Biroq standart holatda barcha akkauntlar uchun yoqilgan bo'ladi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, administrator pre-authentication o'chirib qo'yishi mumkin. Nima tushundik? ASREP ya'ni response javobi. Shunday qilib KDC mijozdan TGT so'rovini qabul qiladi. Ya'ni qabul qildi. Agar KDC autentikatorni muvaffaqiyatli tarzda shifrni ochsa yoki mijoz uchun pre-authentication o'chirilgan bo'lsa, u foydalanuvchiga ASREP deb ataladigan javobni yuboradi. Keyingi almashuvlarni himoyalash uchun KDC foydalanuvchiga javob berishdan oldin vaqtinchalik sessiya kalitini yaratadi. Mijoz ushbu yaratadi. Yaratgandan keyin mijoz ushbu kalitdan keyingi almashuvlardan foydalanadi. Ya'ni KDC barcha ma'lumotlarni foydalanuvchining kaliti bilan shifrlanishdan qochadi. Avval aytib o'tganimizdek, Kerberos holati stateless protokol bo'lganligi sababli KDC ushbu sessiya kalitini hech qayerda saqlamaydi. Endi kelib biz buni tushunganimizdan keyin hop, nima qiladi? Ya'ni ASREP javobida bir ikkita elementlar bor. Ya'ni javobida biz ikkita elementni topamiz. Birinchisi foydalanuvchi so'ragan TGT u foydalanuvchiga oid barcha ma'lumotlarni o'z ichiga oladi va KDC ning kaliti bilan himoyalangan. Shu sababli foydalanuvchi o'zi o'zgartira olmaydi. Endi qaranglar. Mana shu TGT shifrlangan, o'sha tushundik. TGT shifrlangan, u shifrning kalitini KDC da saqlangan. Faqatgina shu KDC da saqlangan sababli KDC o'zi ocha oladi, ya'ni o'zi o'qa oladi va o'zgartira oladi. Va biz default holatda o'zgartira olamiz, sababi bizda key mavjud bo'lmagan. Bizga bu yo'q ko'rishimiz unchalik shart emas. Bemalol Notion'ni olib o'qib olsanglar bo'ladi. Bu o'sha nazariy. Asosiy tushunchani bildik. Ikkita asosiy vazifasi bor. Ya'ni, tamom servislarga haqida aytmadim-a? Servislar haqida. TGS mana shu TGS haqida ham o'qib chiqaylik-da. TGT Graphic Service bu Key Distribution Center'ning bir qismi bo'lib, xizmat tiketlarini chaqirish uchun, ya'ni chiqarish uchun aniqrog'i javobgar bo'ladi. U odatda Active Directory domaindagi domain kontrolida joylashgan bo'ladi. Foydalanuvchi yoki kompyuter xizmati tiketni so'raganda, so'rov KDS ning TGS komponentiga yuboriladi. U foydalanuvchi yoki kompyuterning shaxsini tekshiradi va so'ralgan resurslarga kirish huquqi bor yo'qligini aniqlaydi. Shu aytib o'tganimizdek, bu yerda huquqlar saqlangan KDS da va o'sha biz TGT ni yuborganimizda
o'sha TGTimiz tekshiradi. Qaysi servislarga, qaysi resurslarga bizaga huquqimiz bor bo'lsa, o'shalarga bizaga access beradi. Endi mijoz o'zining TGT so'rovi bo'yicha serverdan javob oldi. Ushbu so'rov quyidagilarni o'z ichiga oladi. KDC ning kaliti bilan himoyalangan. TGT va mijoz foydalanuvchi kaliti bilan. Himoyalangan sessiya kaliti aniqroq. Mijoz ushbu ma'lumotlarni shifrlab ochib, vaqtinchalik sessiya kalitini ajratib olishi mumkin. Keyinchalik kelinglar qanday ishlashini aytamiz. U kirmoqchi bo'lgan xizmat nomi service host, ya'ni service principal name SPN ko'rinishda bo'ladi. Avval olgan TGT unda foydalanuvchining ma'lumotlari va sessiya kalitlari nusxasi mavjud. Autentikator bu safar u sessiya kaliti bilan shifrlangan bo'ladi. Ya'ni bu javobi uje bizaga bu kerak emas, bemalol qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni bu asosan TGS bu o'sha servislarga ruxsat olish tiketi so'rovi. Biza bu yerda attack overview, ya'ni qanaqa hujumlar qilishimiz mumkin, bu yerda aytib o'tgan ASREC roasting, Kerberos delegation hujumlari, tiket soxtalashtirish hujumlari, recon passive spraying kabi hujumlarni ko'rib chiqamiz. Biz bugun ko'radiganimiz asosiy ASREC roasting va Kerberosning hujumlari. Birinchisidan boshlaymiz. Biz bu uchun birinchi qanday bo'ladi? Windowsdan turib hujum qilish, Linuxdan turib hujum qilish. Bu yerda ham Windowsdan turib, ikkinchisida Linuxdan turib hujum qilish bo'ladi. Birinchi bo'lib Windowsdan turib hujum qilish bo'ladi. Endi aytib o'tganimizdek, qaranglar. Bu user yaratib o'tganda do not require Kerberos pre-authentication. Ya'ni agar kerak emas, ya'ni pre-autentikatsiya bo'lmasin degan narsa yoqilgan bo'lsa, bu tamom bizaga foyda keltiradi. Naryoqda ochiq deydim-ku, pre-authentication, ya'ni xullas bu yerda tushunasizlar. Prosta bu yerda boshqacha ma'noda yozgan. Ya'ni kerak emas, ya'ni pre-authentication kerak emasmi deb so'rayapti. Biz ha deb javob beramiz. Pre-authentication bo'lsinmi desak, yo'q deyishimiz kerak bo'ladi. Shunda ikkalasi ham bir xil ma'noda, prosta bittasi okay, bittasi no. Tushundingmi? Okay, bu yerda yoqib qo'yapti va bu bizaga bemalol Amber Smithni hashini olib berishga, ya'ni o'sha ASREP roasting hujumini amalga oshirishga yordam beradi. Okay, biz nima qilamiz? Bizda target bor. HTTPdan X-Free RDP, HTTP students va biza IP ni o'zgartirishimiz kerak. IP bizda 205 va 26. Hujumni hozir sizlar bilan birgalikda amalga oshirib ko'ramiz. To'xtanglar. Men CD download qilishimiz kerak. Sudo OpenVPN va bizaga mana bu narsa kerak. Mana shuni olamiz va kiramiz. Okay, yesni bosamiz. Bu bizaga bir nechta ma'lumotlar bor, ya'ni ozgina o'qib chiqamiz, kelinglar. Enumeration, ya'ni PowerView yordamida user account control UAC xossasida don't track pre-auth flagini yoqiq ekanligini aniqlashimiz mumkin. Okay, bu uchun biz bu yerda PowerView PS1 nomli tooldan foydalanamiz. Bu uchun bizaga asosiy narsa bu yerda tayyor toollar o'tkazilgan, CMD deyman. Agar sizlar file transfer qilishni bilmasanglar, o'sha Linuxdan turib Windowsga, misol uchun bu yerda sizlarda aytaylik, o'sha tool bu yerda turibdi, aytaylik menda bu yerda CD tools degan bo'lsam, bu yerda toollar bor. Misol uchun aytaylik qaysi turni o'tkazmoqchiman. Men hozir locate qilaman. PowerView PS1 qayerda qolib qoldi. Xullas qayerda edi bu Powersploit, po-mo'yim mashina edi. Yo'q, Powersploit emas. Ish qilib, misol uchun mimikasini o'tkazmoqchiman. Sizlarda misol uchun aytaylik, bu yerda sразу o'sha file transfer qilishni o'rgatib ketaman. IP mizni bilib olamiz. IP Python 3-m HTTP server ochib olaman. Aynan shu directoryda turibman. Mana shu ls qilganda mana buni ko'rinishi kerak. Misol uchun 88-portda men shunga yaxshi ko'raman. 10 15 va .8. Men nima qilaman? URL HTTP to'xtanglar. Birinchi dir qilib tekshirib olaman.
dir qiladigan bo'lsak, bizda hech qanaqa mimikatsiya degan narsa yo'q. To'g'ri jicha qotadi, chi deymiz. URL http 10 15 va 8 va 80 port. Va bizga nima kerak? Mimikatz exe nomli fayl. Biz fayl nomini to'g'ri yozishimiz kerak. Bizga bu cho'ti negadir qotdi. Okey, men buni olaman. Qattiq qotyapti. Oldim. Qo'ydim. Bu mimikatz exe kerak va biz outputga, ya'ni -o output mimikatz deymiz. Exe. Ko'rishimiz mumkin, bu yerda mimikatz olin get bo'ldi deyapti. Bu bizga yuklanyapti bu hostga. Ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bu jichani kutamiz. Endi men prosta fayl transfer qilishim, misol uchun sizlarda qandaydir Windows o'zingizlarni serverlarga ishlatmoqchisizlar, ya'ni VirtualBoxda bo'lishi mumkin sizlarda, balki Windows ila sizlar o'sha faylni, ya'ni PowerView'ni o'tkazmoqchisizlar o'zingizlarning hostinglarga. Lekin bu iloji bo'lmayapti. Ilojini qilish yo'li bu shu fayl transfer qilish. Linuxdan turib Windowsga. Ko'rishimiz mumkin, bu yerda mimikatz exe bor. Okey, endi mavzuga sal chetlashib ketdik, mavzuga qaytamiz. Men cd qilaman. C bizda tools bor. Tools degan bo'lim. Aynan shu toolsda bizga kerakli toollarimiz mavjud. Oldindan o'rnatilgan. Men nima qilaman? Import module qilaman. Module va PowerView. Import. To'xtaylik, biz PowerShellga o'tishimiz kerak. PowerShellga o'tib olaman. PowerShellga o'tib, endi mana shu kodni bajaramiz. Okey, import module PowerView ps1. Biz bunday emas, biz mana nuqta slash qo'yishimiz kerak. Okey, bu import bo'ldi. Keyin qilgan ishimiz get domain users. Get domain users. Domain, ya'ni bu shu Active Directory'da barcha userlarni chiqarib get domain users. Biz xato yozibmiz bu yerda. Bu yerda slash bo'ldi. Get domain user. User ekan. Bizga bu yerda foydalanuvchilarni list qilib beradi. Biz bu yoqqa filtrlab o'zimizga mos qilib chiqarib olishimiz kerak. Ya'ni bu yerda UAC filter, ya'ni user access control filter don't pre-house. Endi bu xos chiqishi sal uzoq bo'ladi, shuning uchun chiqarmaymiz. Chunki qotayotgani o'zi yetadi. Videomiz cho'zilib ketishi mumkin. Bu bizga yaxshilik olib kelmaydi. O'zi ham qotdi. Bu yerda bilmayman, bir 80 millionta user bor shekilli, shuning uchun juda ham qotyapti. Biz undan ko'ra nima qilamiz? Cmd deyman. Yangi Cmd ochib olamiz. Bu ham o'zi bo'ldi. Okey. Get domain users dash UAC filter qilamiz. Don't rec pre-house deyman. Bu bizga nima qilib beradi? Ya'ni har bitta foydalanuvchi, ya'ni filtrlab beradi. Don't request pre-house bo'limi yoniq bo'lishi kerak. Misol uchun qaraydigan bo'lsak, mana don't request pre-house, ya'ni required aniqrog'i. Ya'ni demak, Amber Smithsni va hokazo bu yerda kim? Jenna Smith degan foydalanuvchi bo'ladimi? Ularni biz bemalol ASREP roasting hujumiga amalga oshirsak bo'ladi. Bu bir nechta usullar bor. Asosiysi bu Rubeus aniqrog'i. Okey, shunday Rubeus vositasi foydalanib pre-autentikatsiya talab qilmaydigan akkauntlarni pre-house scan amali orqali aniqlashimiz mumkin. Ko'rishimiz mumkin, ASREP roasting bor. Biz mashinalarni foydalanuvchilarni aniqlasak bo'ladi. Bizga asosiy kerak bo'ladigan narsa bu. Dir qiladigan bo'lsak, bizda Rubeus tool bormikan? Class qo'llaman dir va bizda Rubeus bor. Mana yerda ko'rgan bo'lsak.
Men nima qilaman? Rubeus deyman. Va ko'rishimiz mumkin, biz mana shuni olsak bo'ladi. ASP roast, ya'ni ASP roast. Vapa. AS rep roast. Eksi AS rep roast nomli toolni olamiz. /user va biz userlar qolib ketib qoldi aniqroq. Keyin qaytadan qilamiz. Qaysidir userga. Xo'p, filtr qilamiz. Qilganimizdan keyin ma'lum bitta userni olib, uni hashini olishimiz kerak va hashini iloji boricha buzishga harakat qilib ko'ramiz. Bu yerda misol keltirilgan Jenna Smith mana shuni olsak ham bo'lardi. Bu hozir yana 2 million yil kutamiz buni. Shuning uchun power shell deyman. Yomon qo'ydi. Okay, PowerShell qildim. cd/tools deyman. Men Rubeus ni ishlataman. qanday edi? AS rep roast. AS rep roast. Hop, /user Jenna Smith va bizga kerak bo'ladigan narsa bu domain nomi. Bizga hozirgi holda inland yefrag.local inland yefraguht bo'lib qoldi. To'xtanglar. Inland yefrag va bizga dash dc, ya'ni domain controller dc01 inland yefrag.local. Adashmasam novrep qilishimiz kerak. Nu da qototdi juda ham. Novrep bo'ldi. Bu ketdi va ko'rishimiz mumkin successfully, ya'ni Jenna Smith'ni hashini bizga olib berdi. Biz nima qilishimiz mumkin? Olamiz hashni, o'zimiz hostimizga o'tamiz. Va men bu yoqqa cd youtube cd Kerberos attack nano hash qilaman. Hashni qo'yamiz. Qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu hashcat -m. Bu adresdan 18200 bilan buziladi. Va hashni qilaylik. No hash load demak 13100 qilib ko'ramiz. Demak bu o'xshamadi. Nimaga? Tamom buni passporti kuchli bo'lsa kerak. 18200 da. 18200 da qildik, no yemadi. Cat hash qiladigan bo'lsam. No okey, bu bizga zararli emas. Muhimi biz hashni oldik. Biz hujumni amalga oshirib oldik. Endi keyin qiladigan ishimiz nima? Buni nima bo'lib chiqib qoldi. Misol uchun, kerakli boshqa userni olamiz. Bu uchun boshqa userlarga qarab ko'raman. Don't request browse deb. Nimaga bu? Bu bizga import modulimiz faqatgina bitta sessiyaga ishlaydi. Okey. Ketdi. Misol uchun Carole Rose mashina olamiz hozir. Bunga kiramiz. Xo'p, Carole Rose biza kopiya qilib oldim degan bittaman. Xo'p, biz mashina o'rniga xo'p yana qotdi. Okey. Enter bosdik. Bizga hashni chiqarib berdi. Okey, biz buni kopiya qilamiz. Xo'p, bu kopiya bo'lishi ham bir azob. Oldik. O'zimiz hostga o'tamiz. rm hash qilaman, nano hash qilaman. Va o'sha hashcat 18200 bilan crack qilib ko'ramiz va ko'rishimiz mumkin Jasmine nomli parol ekan. Ya'ni buni paroli sodda bo'lganligi sababli bu crack bo'ldi. No, okey, biz Windowsdan turib qilib ko'rdik. Ya'ni ASRep roasting Windowsdan turib qilish aynan shundan iborat edi. Rubeus tool bilan, Rubeus. Mana shu doim adashaman nomida.
Endi keyinlar biz sizlar bilan chiqib ketamiz bu hostdan. Biz Windowsdan turib, aniqrog'i Linuxdan turib o'sha attackni amalga oshirishni ko'ramiz. From Linux. Bu uchun biz nima qilishimiz kerak? Men hozir hostni yo'qolishini kutib turasizlar. Sababi bu yerda jicha ana bor. Xo'p. Linux hostni hozir yoqamiz. Okey. Hop, bizga уже host deyarli tayyor bo'ldi. Hop, biz nima qilamiz? Asrep roasting from Linux bu juda ham oddiy, ya'ni get np user.py tool bilan amalga oshiriladi. Men bu yerda impacket degan ana ular bor. Toollar to'plami bilsanglar. Impacket qiladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, juda ham ko'p toollar bor. Ya'ni impacket qiladigan bo'lsak, examples qiladigan bo'lsak, undan ham ko'p. Buni bemalol impacket GitHub deydigan bo'lsanglar, bemalol o'tkazib olsanglar bo'ladi. Bu yerda git clone qilib, bemalol ishlatsanglar ham bo'ladi. Juda ham ajoyib Active Directory hacking uchun ishlatiladigan toollar. Men bu yoqqa cd examples qilaman. Bizga get npusers.py yordam beradi. Python 3 get npusers.py. Biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa, biz domainni, ya'ni DNS ni to'g'rilab olishimiz kerak aniqroq. Sudo nano ethost qilaman. Va parolim xato. Xo'p. Biz buni o'chiramiz va bizning hostimiz 205 35. Bundan oldin shunaqamda. Okey. Okey, biz nima qilamiz? inlineff.local biz bu yerda authentication berishimiz kerak. HTTP students no pass qilmayman. Va bu yoqqa biz berishimiz kerak bo'lgan narsa bu HTTP. To'xtanglar, bu yerda bormi ekan? Hozir aniqim kelmayapti. Juda ham uzun narsa yozib o'tirib kelmayapti. Olamiz, password qo'yamiz. Bu bizga nima chiqarib beradi? Bu juda ham qisqa mavzu bo'ladi, menimcha. Authentication kodik va ko'rishingiz mumkin, bizda mavjud bo'lgan, ya'ni o'sha nima edi? Pre-authentication o'chiq bo'lgan, ya'ni pre-authentication o'chiq bo'lgan userlar, Jenna Smith, Amber Smith va hokazo. Biz bularning hashini qanday olamiz? Просто tak .request flagini qo'shamiz. Ya'ni optionni. Va har bittasini hashini oldik. Men buni crack qilib o'tirmayman, qayta o'zingizlar bemalol olib crack qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bizning mavzuimiz crack qilish emas, ya'ni qanday qilib hujumni amalga oshirish. Va bu bizga hujumga amalga oshirilib, bu yerda keyingi narsa bu password attack, ya'ni hujum qilish. Cracking aniqrog'i. Bemalol olib, mana shu yerdan shu yergacha olib, bemalol crack qilib ko'rsanglar bo'ladi istasanglar. Okey, keyingisi bu o'sha tugadi bu mavzu, ya'ni o'sha pre deyman, asrep roasting Linuxdan va Windowsdan turib. Okey, biz bemalol mayli buzib ko'ramiz, bitta hashni olamiz. Agar oddiy bo'lsa, password bemalol hujum ochsa bo'ladi. Nano hash 2. O'sha hashket qani? U hammasi bitta o'qib qo'yganman endi. Hashket hash 2. Bu katta hujum. Topolmadi. 13.000 emas. Unda bu emas. 18.200 bu yerda. Topolmadi ish qilib Rokudan. Bemalol topsanglar bo'ladi o'zingizlar. Okey, keyingi mavzuga o'tamiz biz. Kerber roasting. Ya'ni Kerber roasting bu qanday? Jicha o'qishimiz kerak buni, chunki bu ham normalniy kerak bo'ladigan mavzulardan biri. Bu servis akkauntlarga qarshi amalga oshiriladigan hujum bo'lib, hujumchiga xizmat bilan bog'langan Active Directory accounti uchun offline parol crack hujumni bajarish imkonini beradi. Ya'ni o'sha gap, bizga bu yerda ham xuddi o'sha narsa, bizga password aniqlanib oladi. Ya'ni hash aniqlanadi, bemalol o'zimiz offline password attack amalga oshirsak bo'ladi.
U ASREP roastingga o'xshaydi, biroq bunda domain ichida oldindan autentikatsiya talab qilinadi. Ya'ni boshqacha aytganda, hujumni amalga oshirish uchun amal qiluvchi domain foydalanuvchisi akkaunt yoki paroli bo'lishi kerak. Okey, hech bo'lmasa o'sha tizimdagi eng past huquqli user bo'lishi zarur. Bitta istisno holat mavjud. Kerberos preautentikatsiyasi o'chirilgan akkauntlar. Ya'ni bu holat ushbu bo'limga keyingi qismlarda muhokama qilsak bo'ladi. Okey, xizmat ro'yxatdan o'tkazilganda service principal name, ya'ni SPN Active Directory da qo'shiladi. Va u real Active Directory akkauntiga alias sifatida xizmat qiladi. Active Directory da saqlanadigan ma'lumotlar quyidagilarni o'z ichiga oladi. Mashina nomi, port, Active Directory akkauntlar parollarni hashi. To'g'ri so'zlangan muhitda ushbu SPN, ya'ni o'sha gap service principal name bilan ishlash uchun service accounts dan foydalanadi. Ya'ni bu kuchli parolni kafolatlash uchun qilinadi deb yozilgan, bilmadim. Ushbu akkauntlar mashina akkauntlariga o'xshaydi. Hop, hozir. Ya'ni va hatto o'z-o'zidan aylanuvchi self rotating parollar ham ega bo'lishi mumkin. Okey, keyin biz o'sha attackga o'tamiz, ya'ni texnik tafsilotlar. Oldingi bo'limimizda biz Kerberos qanday ishlashini, ayniqsa foydalanuvchi xizmati foydalanuvchi uchun yuboriladigan service ticket, ya'ni ST so'rovini muhokama qilgan edik. KDC TGC so'roviga javob qaytarganda u quyidagi xabarni oladi. Ko'rishingiz mumkin. Ya'ni ushbu xabar foydalanuvchi va KDC o'rtasidagi umumiy bo'lgan sessiya kaliti bilan to'liq shifrlangan. Shu sababli foydalanuvchi uni shifrini ochishi mumkin. Chunki u ushbu kalitni biladi. Tushunib oldik asosiy narsani. Biz qanday ishlashini bu yerda, ya'ni o'sha narsani qaytaryapti. Biz buni qaytarib o'tirmasdan videoni tezroq tugashi uchun biz bemalol bu yerda o'sha attack qismiga o'tsak bo'ladi. Bizga bu yerda hozir yana bitta host kerak. Hostni yoqib olishim kerakman. To'xtanglar. Hop, host qani? Keyingi hostimiz Kerberosning mavzusi uchun. Hop, pastga tushamiz. Va bizning hostimiz hozir yonib qoladi. Bungacha biz kutib turamiz. Xo'sh, nima deyilgan? Bizda bitta ajoyib skript bor, PowerShell yozilgan. Ya'ni bu nima qilib beradi? SPN akkauntlarni aniqlab beradi. Hop. Hop, yani jiddiy kutamiz. Bizda уже где-то IP berib qoladi hozir. RTP orqali o'rnash, yana RTP bo'ladi. Xfree RTP yozib olamiz va bizga IP boshqa beriladi. Hop. 18.177. Okey. Va bizga nimaga turib ulangiz kelmayapti? Nimaga? Hop, student. Nima sabab ping ketyapti-yu? Okey. HTB student. HTB Academy student. Bu endi nimadan xato? Disla. Nimaga kirib ketdi endi? Hayronman. Bu ham bir g'alati, bir ishlaydi, bir ishlamaydi. Okey, biz SPN enumeration qilishimiz kerak. Enumeration qilish uchun Power View tooldan foydalanamiz. SIMD ni ochib olaman.
CMS emas, CMD. Xo'p. Bizga o'sha gap file transfer qilib olasizlar o'zingizlarda agar o'zingizlarni tizimli qilmoqchi bo'lsanglar. Men C tools ga sразу kirib olaman. Zir qiladigan bo'lsa bizda toollarimiz bor va men PowerShell ga o'tib olishim kerak. Import module modul bitta PowerView bor. PowerView PowerMat emas. Yo'qmi bu yerda? Yo'q, bor edi. Bor. Okay, import module /PowerView import bo'ldi. Va men biza keyin qilishimiz kerak bo'lgan narsa. Hop, bitta nima yozilgan? Get domain user qilamiz, ya'ni domaindagi userlarni olib domain user /spn. Ya'ni hamma domain userlarni oladi va ularning ichida faqat spnlarni bizga chiqarib beradi. Okay, enter bosdik. Bizga chiqarib berish kerak. Bir 6 tacha user bor edi. Nimaga bu ishlamayapti? Yani bitta simga ochib olaman. Bu yerda biz cd tools qilib olamiz. PowerShell va Rubius orqali biz hujumni amalga oshirishimiz mumkin. Hop. Endi keldi sразу amalga oshirib ko'ramiz. Mana shu Rubius orqali. Rubius deyman. Rubius exec Kerberos va no wrap qiladigan bo'lsa, eng oddiy va eng oson yo'li shu sizlarga. Bu sразу chiqarib beradi. Bu hech qanaqa miyani qotirib o'tish kerak emas. Rubius bir ajoyib tool. Anjicha kutishimiz kerak. Bu bizga userlarni chiqarib, hokazo qilguncha biz Rubius bilan boshqa bo'lsak kerak. Buncha. Buni o'chirib yuboraman. Kerak emas. No, foydalanuvchilarni chiqardi bu yerda o'zi. Okay. Bu bizga chiqarish kerak edi hozirning o'zida. To'xtanglar, qayta o'chiraydi mana shu narsani. O'sh qotdi-da. Qaytadan qilamiz. Yani total Kerberos user, o'sh Kerberos userlarni aniqlovdi. Okay, bo'lsa biz keyingi narsani o'qib ko'ramiz. Bu yerda aytilgan, ya'ni get domain user qilib, ya'ni o'sha yerda filtrlab olishimiz mumkin o'zimizga. Anday o'sha bitta hujum ekan, ya'ni o'sha PowerView bilan PowerView tool bilan biz Rubius bilan xos qilib ko'ramiz. Keyin PowerView bilan amalga oshirib ko'ramiz. O'sha get domain qani boshqa shoqmaydi. Get domain user barchasini /spn grep qilamiz. Grep emas, pipe qo'yamiz va bizga get domain spn ticket. Yani ticketlarni olib ber. Ya'ni bu yerda biz dash formatni hashga tushunadigan formatda qilgan va export cvs misol uchun saqlash bu endi. Saqlash shart emas menimcha. Saqlash shart emas. Enter bosamiz. Nima bu? Format bo'lib qolibdi. Ha, ajoyib. Format hashcat. Rubius nima gap? Qidiryapti hali ham. Ha. Nu qotishidan dalolat bu. Qotayotgandan. Endi bu ham bilmayman qachon bo'ladi. Ikkalasi ham. Qaytadan ishga tushirildi mana shu narsani. Bu pastroqda bizda ham Kerberos o'sha Rubius bo'yicha ham misol keltirilgan. Yana bitta ajoyib oson usuli bor. Buni qilib ko'ramiz hozir.
eng tez usullardan biri bu yerda biz tools qilamiz va men PowerShell import module power view va biz nima qilishimiz kerak? Invoke Kerberos qilishimiz kerak. Invoke adashib ketdim. Invoke emas, to'xtanglar. Bu yerda invoke Kerberos bo'lib qolibdi-da. Aytmaysizlarmi? Xo'p, biz to'g'ri qilgan edik. Kerberos mana. Bu bizga sразу chiqarib beradi. Lekin hali beri hech qaysi biri hujumi to'liq bitmadi. Bizlar ko'rishimiz mumkin. Bizda уже bu bitdi. Rubius va bizga har bitta foydalanuvchi hashlarigacha polni bizga chiqarib berdi. Va o'zimiz crack qilib qolsak bo'ladi. 3 ta bu yerda hujum bor Windowsdan turib. Misol uchun birinchisi mana shu get domain SPN ticket orqali Rubius orqali qisqa va tez va mana bu invoke Kerberos, ya'ni o'sha power view orqali hujumni amalga oshirish. Bittasi amalga oshdi, ikkitasi amalga oshirgisi kelmayapti. Ko'rdinglar Rubiusni. Va bizga уже mana bu nisi ham amalga oshdi va bizga qotdi. Bizga mana bu kerak adashmasam. Ko'rishimiz mumkin, bizga hashlarni ham chiqarib berdi. Hashlar bu Rubiusniki ekan. To'xtanglar. Bizga mana bu kerak. Bu bizga mana bu yerda ham hashlarni chiqarib bergan. Qaysi foydalanuvchi tushundik. Mana invoke Kerberos orqali. Oxirgi hujum amalga oshirishini kutishimiz kerak. Bu barchasi, ya'ni kamdan kam uchraydigan zaiflik bu aslida, ya'ni pre-authentication ochiq bo'lganda o'sha foydalanuvchining hashini olsak bo'ladi. Lekin nimagadir bu usul ishlagisi kelmayapti. Ishlamayapti deyapti. Mana endi bu yerda ham ishladi. Bu yerda ham xuddi shunga o'xshash javob chiqdi. Ko'rishimiz mumkin. Okey. Keyingi qiladigan ishimiz bu oxirgi mavzu bu bo'ladi. Linuxdan turib amalga oshirish. Linuxdan turib ham juda ham oddiy, ya'ni oldin ko'rib chiqqanimizdek xuddi bir xil. Men nima qilaman? Biz birinchi hostni yoqib olishimiz kerak. Hostni yoqamiz hozir. Fetch bo'lyapti, bizga target spawn qil. Biz Kerberosing from Linux. Bu yerda ham xuddi shu bir xil, mana shu mana shu o'qolmayman bor. Xo'sh, ISREP roasting bilan bir xil. Biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa, biz examplesda biz yana o'sha get end users paydan ishlatamiz. Python 3 to'xtanglar. Python 3 va xuddi shuni ishlatamiz. Bo'ldi. Biz просто bu yerda name resolution qilamiz. Sudo nano etc hosts biz IP berishini kutamiz. Bu yerda xuddi shu narsa o'rgatilgan. Request qilamiz, mana qani. Request yuborib va biza hashlarni olsak bo'ladi. Bularni bemalol crack qilsak bo'ladi. Faqat farqli jihati nimada? Bu yerda ko'rgan bo'lsak, bu yerda hash katta format 18200, ya'ni hash boshqacha formatda chiqadi. Bu yerda esa hash boshqacha formatda bo'lgani uchun 13100 ni qo'yishimiz kerak. Chiqdi IP 18183 saqlab chiqib ketamiz. Biz maslarga xos farqini ko'rsataman jicha. U bizga ketdi, hashlarni chiqarib berdi. Misol uchun aytaylik, Adams qisqani. Xo'p, bizga mana bu bor, aytaylik. Olamiz. Biz bu yoqqa sudo nano hash deyman. Va bizda hashimiz bor.
rm hash nano hash. Biz hashcat bilan hozir mana shu hash 2 emas, oddiy hashni 18200 bilan buzib ko'ramiz. To'xtanglar, bu bizga qaysi targetni berdi? To'xtanglar. Bizga boshqa targetni beryapti ish qilib. No, okey. To'xtanglar, bu ish qilib qaytadan qilish kerak. Nunda bizga bu cho'ta eski targetni beryapti. Bu yerda bug bo'lib qolgan. Ish qilib bu yerda ham o'sha Linuxdan turib ham xuddi shu komanda bilan ochiladi, faqatgina password formati boshqacha bo'lib chiqadi bizga. Mana bu yerda request jo'natyapti va bizga shu holatda chiqadi. Bu yerda hashcat 13100 bilan crack qilsak bo'ladi. No, asosan bugungi mavzumiz shundan iborat edi. Agar sal bo'lsa ham 1% bo'lsa ham foyda teggan bo'lsa, bitta like men xursand bo'laman. Bu iloji boricha men sizlarga 100% tushuntirishga harakat qildim, bor ilmim bilan. Xato kamchiliklar bo'lsa, avvaldan uzr so'rayman. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Hammaga salom.